Hozir ko'p tadbirkorlarimizga bu jabr bo'lyapti. Undan keyingisi kelyapti, qizil qilidagi 1 metr qilib qo'ying. O'zi binoning fasad qismi o'zgarishi kerak. Bu nostandart birinchidan. Zo'r savol bo'ldi. Men shu savolingizga juda ham bir uzoq javob berishga harakat qilaman. Hujjatni qaysi tashkilot beradi? Hokimiyat beradimi yoki yagona tarchidan olamanmi? Tadbirkorlar reklamani aniq bir standartidan foydalanmayapti. Bitta reklama uchun. Bitta reklama. Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Bugungi suhbatimiz ko'pchilik tadbirkorlar kutgan, ko'pchilik insonlar kutgan suhbat bo'ladi, xudo xohlasa. Hammaga manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Tashqi reklama, ya'niki xabaringlar bor hozirgi kunda. Ko'pchilik tadbirkorlarimizni afisha, reklamalari, bannerlari olib tashlanyapti va shu bo'yicha tartib qoidalari qanaqa? O'zimga ham juda ham qiziq. Bugungi suhbatdoshimiz o'sha reklama bo'yicha ekspert, mutaxassis Ravshan aka Begimov bo'ladi va ko'pchilik tadbirkorlarimizning bizga yuborilgan savollarning ro'yxatini tuzganmiz va o'sha savollarni berib, barchasiga to'liq javob olishga harakat qilamiz. Ravshan aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Dastlashimiz. Ravshan aka, ko'pchilik tadbirkorlarimiz bizga endi bilasiz, bizning asosiy ishimiz brendlarni patentlash va shu asnoda ko'pchilik tadbirkorlar bizga reklamani, shu hujjatni tayyorlashda yordam berasizlarmi deb murojaat qilyapti. Ochig'i hali bu bo'yicha o'zimizda to'liq ma'lumot bo'lmaganligi uchun hali yo'lga qo'ymadik va bugundan boshlab nasib siz bilan birgalikda shu ishni ham yo'lga qo'ymoqchimiz va hozir ko'pchilik tadbirkorlarimiz qiziqtirgan savollarning ro'yxatini tuzganman. Tez mana shu savollarni sizga beraman va to'liqroq qilib tadbirkorlarimizga javob bersangiz va ular ham bu tashqi reklama va reklamaning ochiq qoidasi qanaqa, nima talab qilinadi, to'lovlari qanaqa, nima hujjatlar kerak, hammasi haqida to'liq ma'lumot bersangiz, xudo xohlasa hammaga foydali bo'ladi. Tushunarli. Ma'lumot berishga harakat qilamiz. Ravshan aka, birinchi savol o'zi tadbirkorlar, ya'ni bizga brendini patentlagan tadbirkorlar asosan chiqadi. Patentim bor. Ya'ni 35-klass degan, ya'ni soha bor. Patentlashda umumiy 45 ta klass bo'lsa, 35-klass bu reklama. Mana shu patentlagan bo'lsam, reklama o'rniga o'tadimi brendimi patenti yoki yana reklamaga hujjat tayyorlashim shartmi? Nima deydi? Bu o'sha. Rozi bu nima? Hujjat nomi nima bu hujjatni? Reklama hujjati bu shahar dizayn kodidir, ya'ni reklamani tizimlashtirish bo'yicha qilinayotgan hujjat. O'sha patentni buni o'rniga o'tadimi degan savollar ko'p tushadi. Bu o'tadimi yo'qmi o'zi? Bu qisman o'tadi, qisman o'tmaydi desak ham bo'ladi. Ya'ni qaysi holatlarda yordam beradi? Ya'ni o'tadi emas, yordam kuchi bo'lishi mumkin. Misol, brendimiz bor. Brendingiz patentlangan va binoning tashqi ko'rinishi ham aniq brend asosida qilingan. O'sha holatlarda patentni kiritib o'tgan holatda binoni fasad qismi, qolgan qismlarida asosida qilinganligi, ya'ni brendni aniq bir kuchga ega ekanligini bildiruvchi asosiy nuqta bu patent hisoblanadi. O'sha holatlarda unga yordam berishi mumkin, lekin reklama hujjati masalasida bu hech qanday yordam bera olmaydi. Ya'ni bu reklama hujjati qilish shart, patent o'tmaydi bir gap bilan aytganda. Shunday. O'zi reklama hujjati nima uchun kerak? Deylik, avval bunchalik so'rashmagan, talab qilinmagan. Hozir ko'p tadbirkorlarimizga bu jabr bo'lyapti. Ya'niki reklama uchun kam pul to'lamagan ko'pchilik, deylik, katta reklama afisha bannerlariga juda katta pul sarflagan tanishlarimizni bilaman. Afsus, ular shu narsani reklamani olib tashlashga majbur bo'lyapti. Buni razmeriga qarab, deylik, narxi o'zgaradimi, qanaqa bo'ladi? O'zi birinchi bosqich nimadan boshlanadi? Bu hujjatni olishda o'sha etaplari bilan to'liq bir ma'lumot bersangiz va boshqa tadbirkorlar mana shunga qarab o'z ishlarini boshlashsin. Endi reklamani tartibga solish masalasini inobatga olsak, o'zi bu nimadan kelib chiqdi? Hozirgi kunda bozor O'zbekistondagi, umuman Toshkent shahrini olaylik. Toshkent shahrida reklama bozori juda ham jadal rivojlanib boryapti va tadbirkorlar reklamani aniq bir standartidan foydalanmay qo'ydi. Bu bo'yicha o'zi standart 2020-yildan beri bor. 104-sonli qaroriga asosan tuzib chiqilgan. Faqat u vaqtlari to'lov qismi umumiy hisobda 505 kvadrat edi. Bu 2023-yilga kelib 428-sonli qaroriga ko'ra 1 kvadratga qisqardi.
va shuning inobatga olib 2023-yil prezident qarori chiqdi. Reklamani raqamlashtirish, ya'ni tizimli qismga o'tkazish borasidagi buyrug'iga asosan yangi tizim MyGov'ga ushbu tizimlarni o'rnatish masalasi ham qo'yildi, inobatga olindi va ushbu tizimga endilikda shaharda bitta korpukda ishlash maqsadida ushbu tizimda aniq bir dizayn, ya'ni brendni shakllanish asosida shahar dizayni yaratildi. Misol aytish mumkin, meni brendim bor degan masalalar qo'yiladi, bir xil meni reklamam katta-yu degan masala. Aynan shu masalalarda inovatga olib bitta standart keltiradi. Bu standart qanday? Shahar dizayn kodida nima deganda, u shaharda asosiy strukturasini bitta jabhada ishlash uchun qilingan. Misol reklama hujjatini topshirishda juda ko'plar xarajat qilgan, to'g'ri. Juda katta mablag' xarajat qo'yganlar bor. Lekin standartlarga asosan emas. Standartlar deganda nimani? Xavfsizlik. Misol uchun reklama o'rnatayotgan vaqtda uni xavfsizligiga juda ko'p e'tibor berishmaydi. Uni binoni reklama deganda o'zi faqatgina reklamaning harflari nazarda tutiladi. Orqa qismi bu fasad qismi hisoblanadi. Bu arxitektura qismi hisoblanadi. Juda ko'plar o'sha fasad qismini o'zgartirgan holatda reklamani qo'yapti va bu meni reklamam deb nazarda tutyapti. Aslida esa reklama faqat o'sha peshtaxta qo'yilayotgan bukva. O'sha narsa reklama hisoblanadi. O'zi uni orqasiga dosya qo'yildimi, demak u binoni fasad qismini ham o'zgartiryapti degan. Albatta bunday holat bu nostandart bo'ladi. Standart holati o'sha peshtaxtani aniq chegarasi bor. Deylik, peshtaxta uchun to'lov yo'q ekan degan vaziyatda bo'ladi. 1 kvadratgacha peshtaxtaga umuman to'lov yo'q. Haqiqatan to'g'ri bu. Lekin o'zi 1 kvadratni ochdi va peshtaxtaning umumiy balandlik qismi bo'yicha chegaralar qo'yilgan. O'sha chegaralardan o'tib ketsa bu ham nostandart bo'ladi. Endi deylik, katta binolar tom ustiga qo'yapti. Bunday holat ham noto'g'ri. Ya'ni uning ham o'zining standartlari, o'zining joriy qilingan uslubi bor. Biz aytayotgan, ya'ni tartib tizim juda ko'p tadbirkorlarga noto'g'ri pozitsiyani olib kelishi mumkin. Lekin bu bunday umumiy o'ylab qaraganda davlat uchun qaysi tomoni manfaatli, qanday? Davlat uni hammasini to'laqonli ko'rib tura oladi. Ya'ni noqonuniy, qonuniy 1 kvadrat bo'lsa pul to'lama. Tadbirkor uchun nima foydali bo'lyapti? Tadbirkor to'g'ri reklamadan foydalanib, ya'ni pulni hammasini o'zini bittagina o'sha hududiga sarflamaydi. Butun hududiga reklama uchun pul sarflash uchun. Ya'ni o'zini reklamasini binosiga reklama qo'yishim kerak deb oynaga reklama qo'yyapti. Peshtaxtasini aniq bir standartini buzyapti, nostandartga olib kelyapti. Ya'ni binoning ko'rinishi o'zi dizayn qilingan, chiroyli ko'rinishga keladi, o'sha ko'rinishni buzyapti. Buzish orqali qarang, Ravshan aka. Men deylik, ishxonamda o'sha o'zimni binoyimga reklamamni osmoqchiman. Va o'sha hujjat tayyorlashim kerak. Reklama hujjati. Birinchi ishni nimadan boshlashim kerak? Nima hujjatlar ketadi va bu hujjatni qaysi tashkilot beradi? Hokimiyat beradimi yoki yagona darchadan olamanmi? Va u muddati qancha? Qancha muddatda chiqadi? Va qancha muddatga beriladi bu? To'lovlari qanaqa? Oyma to'lovlari qancha? Shu haqida to'liq ma'lumot bering, imkoni bo'lsa. Aynan to'lov masalalari, uning jarayoni masalasiga keladigan bo'lsak, reklama hujjatlarga chiqarib olish shart emas. Birinchi bo'ladigan ketadigan hujjatlarimiz bu kadastr bo'ladi. Ya'ni binoni egasi kim? Ijaradami, u joy egasimi? O'shanga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Agarda o'ziniki bo'lsa, shu o'zining kadastri rozilik xati, o'zi uchun rozilik xati, ya'ni ushbu joyga men reklama qilmoqchiman degan to'g'risidagi ma'lumot berish kerak davlatga. Ijarada turadigan bo'lsa, ijarachi bilan o'rtasida shartnoma bo'lishi kerak, ijara shartnomasi. Ya'ni boyagi o'ziniki bo'lgandan keyin ijaraga o'tkazayotgan odamga faqatgina ijara shartnomasi qo'shilyapti. Xo'p, mana shu 3 ta narsani to'laqonli tuzatib, rozilik xatida, ya'ni men ushbu joyda reklama o'rnatilishiga rozilik bildiraman. Ushbu ma'nodagi narsalarni qiladi. Bu asosiy hujjat etapi. Lekin bunda bu hamma uchun bir xil, juda ham oson variantni. Asosiy pozitsiya bu yerda dizayn. Ya'ni binoni o'sha reklama standartlariga to'g'ri keladigan qismi. Deylik, qarang. Meni o'sha zdaniyamiz, binoyimizda reklamamiz bor. Hali hujjatimiz yo'q. Lekin qanaqadir juda ham katta reklama. Deylik, standartga javob bermaydi. Shunda men endi o'zgartirishim kerakmi uni? Yoki o'shaga moslagan hujjat tayyorlasam ham bo'ladimi?
qanaqadir talablariga mos qilib yoki o'zgartish standartga javob bermasa bo'ldi, uni o'zgartirish shartmi? Chunki qarang, shahar boya aytdingiz-ku, binoni ko'rkini qanaqadir reklamasini qilish binoni yana chiroyli qiladi dedingiz. Bilmadim, bu fikringizga qo'shilmagan bo'lardim, chunki shaharni ko'rkiga hozir ko'rdik ko'chada binolar bo'm-bo'shda. Misol oldin reklamada turgan, olib tashlangan. Deylik, u reklama olib tashlangandan keyin deylik, avvaldan o'sha reklamalar o'rni eski, deylik, zanglagan, qanaqadir chang ahvolda turibdi-da. Bu menimcha xunuk bo'lib qoldi qaysi to'g'risida. Meni xayol men uchun xunuk bo'lib qoldi va qancha tadbirkorlarni deylik ogohlantirish kerak edi menimcha. Misol shartdaki olib tashlayapti ko'pchilikniki. Olmasdan turib bir oy muddat, deylik, reklama hujjatini muddati bor, to'g'rimi? 15 kundan bir oyda chiqadi, to'g'rimi? Shuni 15 kun. Mayli, bir oygacha muddat beramiz. Agar shu bir oy muddatgacha ham reklama hujjatini sen tayyorlamasang, keyin bu reklamani olib tashlaymiz desa, menimcha sal maqsadga muvofiq bo'lardi-da. Muddat bermasdan kelib hammanikini bir boshidan olib tashlab, qanaqa tadbirkorlarga o'zi bundan ham jabrda, bundan boshqa jabr ham o'zi yetarli-da. Tadbirkorlar hamma tarafdan qanaqadir siquvga olayotgandek tuyulyapti-da bu menimcha. Balki men buni yaxshi tushunmaganligimdan shunaqa o'ylayotgandirman, lekin ko'pchilik tadbirkorlar shunaqa o'ylayapti, mendek o'ylayapti-da. Bu tomondan qo'shilaman tadbirkorlarga, ya'ni muddat masalasi. Ya'ni buni tadbirkor birinchi qaror chiqqandan so'ng tadbirkor uchun imkoniyat berilish jarayoni juda ham tez bo'lib ketgan. Ya'ni muddat tashkil berilmagan. Bu qisman tadbirkorga juda katta jabr. Lekin endi olish masalasiga kelsak, aytib o'tyapti. Borgan ishchi guruh aytib o'tyapti. Endi bilmadim boshqa joylarda qanday. Aynan men o'zim borgan joylarimda, ushbu ishchi guruh kelgan joylarga borib qolgan vaziyatlarimda aytib o'tmoqda. Xohlasang deyapti, 3 kun ish kunida ushbu reklamani olib menga rasm tashlab, men senga hech demayman. Ya'ni muddatni beryapsiz. Xohlasang o'zing ol deyapti. Xohlasang deyapti. Ya'ni tashabbus bilan chiqayotgan hokimiyat. Demak, unga xarajat qilish kerak emas-ku tadbirkor. Xarajat qilmasligi uchun xohlasak o'zimiz yechib beramiz deyapti. Yechib berish jarayonini ham amalga oshirib beryapti. O'zlari yechib bergan holatda reklamasini. Qonunga misol uchun to'g'ri kelmaydi, standartlarini yechyapti. Standartlarga to'g'ri kelsa, standartlarga to'g'ri kelgan, hujjat topshirib qo'ygan variantlar bo'lsa ham muomalasiga qarab, "Aka, bo'ldi. Qo'yib qo'yavering. Hujjat chiqsa bo'ldi." Muomalasiga qarab. Endi muomalasiga deganda misol men nima uchun bu joyga men hujjat qilishim kerak deydi bir xillar. Ya'ni qonunimiz hamma aytadi uga. Qonunni tan olmaydiganlar bor-da. Endi qonun chiqib bo'ldi. Qaysidir jihatdan buni o'sha xodimga aytgandan ko'ra qonun chiqishidan oldin buni bartaraf qilish kerak deb o'ylayman. Xo'p, o'sha tadbirkorlar uni bilmagan-ku, oldindan bunaqa narsa bo'lishini, tartibini bilmaydi. Afsuski, o'sha ishchi guruhni o'zida ham ba'zilarida bu haqida ma'lumot to'liq emas ba'zilarida. Endi bu achchiq haqiqat, chunki men ko'p tadbirkorlar bilan gaplashyapmiz. Ba'zilari kelyapti-da, men patentim bor edi, o'sha brendni patentlangan hujjatni mana men patentlaganman degan asos qilib ko'rsatyapti. U ishchi guruh, deylik, qaysidir tumanniki ishchi guruhi. Mana shu narsani o'zi chuqur bilmaganligini hisobiga, patenti bor ekan, demak bu o'tadi degan qarash bilan unga tegmayapti. Yonida patenti yo'q, deylik, hujjati ham yo'q, odam olib tashlayapti. Boshqa bitta tumandagi ishchi guruh bo'lsa, patenti ham bormi? Yo'q. Bu o'tmaydi deb hujjat olishing kerak deb reklamasini olib tashlab. Ya'ni patent asos bo'lmayapti boshqa tumandagi ishchi guruhga. Ya'ni bilmadim, ishchi guruhchilarning o'zi hali bu narsa haqida to'liq ma'lumotga ega emas deb o'ylayman. U jihatdan bo'lishi mumkin. Endi ular haqida bir qanaqadir ma'lumot bera olmayman men. Men ayta olamanki, ishchi guruhni xatolar juda ko'p bo'lyapti. Mayli aka, bu haqida biz gaplashishimiz bizga eng foydali bo'lgan narsa ishda o'zimizni bugungi mavzudan chetlab ketdik deb o'ylayman. O'sha hujjat olishda nima hujjat kerakligini aytdingiz va uni muddati qancha, qayerga murojaat qilish kerak yoki onlayn olsa ham bo'ladimi yoki o'zlari olmoqchi bo'lsa tadbirkorlar qaysidir etapiga ahamiyat bermasa, u akka siqish ham, rad etilishi ham mumkinmi? Vaqtiga, deylik, puliga kuyib qolishi mumkinmi? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Atkazib kelish holati juda ko'p holat bo'ladi. Bularga birinchi sababi deylik, reklamangizni nostandartligi, ikkinchisi hujjatlar kamligi. Ya'ni misol uchun kadastr yo'qligi, ijara shartnoma yo'qligi, rozilik xati yo'qligi yoki chizma eskizi yo'qligi.
o'shalarga e'tibor berish kerak. Yana bitta eng muhim jihati ijara shartnomasiga. Ya'ni reklamani muddati, berilayotgan muddati ijara shartnomasiga qarab muddat beriladi. Ya'ni 1 yil yo patentga o'xshab 5 yillik yo 3 yillik berilmaydi. Sizning ijara shartnomangiz necha yillik bo'lsa, u ham xuddi shunday vaqtgacha amal qiladi. Undan so'ng o'z anonsini vakolatga o'qitadi. Qarang, yana ham soddoroq bo'lsin tadbirkorlarimizga. Men tadbirkorman, reklama hujjati kerak. Qayerga borishim kerak? Hokimiyatgami, yagona darchagami? Asosan yagona darchaga borib qilsangiz ham bo'ladi, lekin darchaga bordim. lekin Gapingizni bo'ldim, ibora uzr. Yagona darchaga bordim. Ular menga siz aytyapsiz hozir mana bu hujjatlar kam bo'lsa, bu xatolar bu qo'ysa, отказ chiqadi. Yagona darchadagilar, xuddi yagona darcha xodimi menga shu haqida to'liq ma'lumot beradimi? Mana shu hujjatlarni qiling va to'g'ri topshirishimda ular yordam bera oladimi? Ular deylik shu ma'lumotga egami ko'pchiligi? u borasida aytolmayman, chunki ularda ham bunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Ya'ni ular nima bo'yicha hujjat masalan, 3 ta hujjat, ya'ni ijara shartnomasi, rozilik xati, kadastr bo'yicha ma'lumot bera oladi. U ma'lumotlar bera oladi, lekin eskiz masalasiga kelganda ular ham bilishmasa kerak menimcha. Xo'p, biz shunda tadbirkorlar ko'p juda O'zbekistonda. Aynan qayerga borish kerak? Onlayn topshirish uchun men o'zim ham ko'rib chiqdim, MyGo'da haqiqatan tushunmadim. O'sha kirish kerak hujjatlarni men o'zim aynan nimani kirish kerakligini men bilmadim-da. Endi balki noto'g'ri kiritib qo'ysamda, men to'g'ri kiritdim deb o'ylab 15 kun 20 kun kursam, ertaga отказ kelsa, men yana boshqatdan vaqtim ketib, endi men demak bilmayapman, menga mutaxassis kerak. Shu sohani ustasi kerak. Kimga murojaat qilsak, qayerga murojaat qilsak, mayli xizmati bo'lsa bersak-da tadbirkor uchun, chunki vaqt qimmatroq turadi bizga. Bersak-da ishimizni mayli yaxshi, sifatli, ishonchli bitirib berishsa. Bu masalada aynan ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, shu MyGo'ni ko'chmas mulk bo'limida reklamani umumiy hujjat olish masalasi bo'yicha joyi bor. Ya'ni reklama olish tartibi. Ushbu joyda aloqa bo'limi bor. Aloqa bo'limida umumiy holatda 6 ta yoki 5 ta nomer keltirib o'tilgan. Ushbu nomerlarga chiqqan holatda ma'lumot so'rasa bo'ladi. Ular to'liq ma'lumot beradi. Operatorlar aniq nima qilinishi kerakligi. Endi misol uchun eskiz mana bunaqa sizda deyilmaydi deb aytib o'tolmaydi. Eskiz sizishingiz kerak. Eskizlar nimaga deydi? O'lchamiga, santimetrlarni hammasini keltirib o'ting deydi. Bir haftalik rasmini, hozirgi holatidagi rasmini keltirib bering deydi. Ijara shartnomasini aniq kiriting deydi. Muddatiga qarang deydi. O'sha narsalar to'liq-qonli aytib o'tadi u yerda. Operator. Demak, shu MyGo'da sahifasi bor, ya'ni keyin qanaqa sahifa bor shunda? Reklama hujjatlarini ro'yxatdan o'tkazish bo'limida nomerlar bor. Aloqa markazi bor. Ushbu bo'limda aynan operatorlar shu bo'yicha javob berishadi. Xo'p. Endi xarajat birinchi to'lov qanaqa va keyin oyma-oy to'lov qanaqa bo'ladi? Shu haqida ham va agar deylik, meni brendim Toshkentda va viloyatlarda filiallarim bor. Deylik yoki Toshkentda o'zi deylik filiallarim bor. Bitta hujjat qilsam, hammasiga o'tadimi? U reklama hujjati yoki har bittasiga alohida tayyorlashim kerakmi? Qanaqa bo'ladi u tartibi? Tartibi ruxsatnoma topshirishingiz uchun o'zi MyGo'da to'lov bor. 371 ming, 370 ming 800 so'm to'g'rirog'i. Bitta reklama uchun. Bitta reklama uchun. 370 ming 800 so'm. Bitta peshtaxt uchun desak ham to'g'riroq bo'ladi. Va siz aytib o'tdingiz, filiallari bor. Franchizaga ega bo'lgan tadbirkorlar har bittasini alohida topshirish chiqishi kerak. Har biriga alohida, har bitta joy uchun. Chunki ko'chmas mulk, ya'ni joyni kadastri boshqa, ijara joyi boshqa. O'shani evaziga alohida olish, kiritib o'tish kerak bo'ladi va uning to'lov, oylik to'lov masalasiga kelib chiqsak, bu umumiy holatda 70 ming, 60 ming atrofida. Ya'ni hozirgi eng kam minimal bo'lgan ish haqi emas, to'g'ri, bir minimalka deymizmi? Uning eng o'sha BMXni 9% dan 15% gacha tashkil qiladi. Ya'ni 412 mingni, 413 mingni 15% dan 9% gacha. Ya'ni zona bor. Bu bo'yicha birinchi zona, ikkinchi zona, uchinchi zona. Hozirgi vaqtda Toshkent asosan ko'p joylari birinchi zonada turibdi. Ikkinchi, uchinchi zonalar viloyatlarda desak ham bo'ladi. Xuddi shu narsa bo'yicha narx chiqarib beradi. 3 oylik to'lov birga to'lanadi. 3 oylik? Har 3 oy. Necha pul bo'ladi premyerda? Premyerda 1 kvadrat uchun deylik 70 mingdan bo'lganda ham 2 kvadrat 140 ming. Keyin oyma-oy 140 ming to'lanadimi shunda? Har oyligi 140
3 oyda bir to'lanadi. necha oy to'lanadi bu to'lov? Shu to reklama muddatigacha, Ijara shartnomasigacha. ijara shartnomasigacha. Xo'p, deylik atkaz bo'lib ketdi, deylik men topshirdim. 371 ming to'lov qilasiz deysiz, boshida topshirganda. Topshirdimda men atkaz oldim Ma'lum va keyin o'sha hujjatlarim kamchilik sabab yana o'sha to'lovni qilib qaytadan topshirishim kerak bo'ladimi shunda reklama uchun? bu aynan mana shu bo'limi, ya'ni misol sizni hujjatlaringiz kamchiligi yoki eskizlaringizni xatoligi sababli reklamangizni ruxsatdan o'tmadi. Bunday holatda sizga 5 ish kunigacha muddat beriladi. 5 ish kun muddat ichida qayta topshirishingiz mumkin o'sha invoysdan foydalangan holatda. Unda sizning invoysingiz faol turgan bo'ladi. O'zi 5 ish kunidan o'tgandan so'ng yana qaytadan to'lov amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, tushunarli. Endi Ravshan aka qarang. Deylik bitta tadbirkorda binosida 2-3 ta reklamasi bor. Bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Bo'lishi mumkin. Shunda har bittasi uchun alohida to'lov qilib, har bittasi uchun alohida hujjat qiladimi yoki umumiy bino uchun bitta qanaqadir hujjat olish mumkinmi? Zo'r savol bo'ldi. Mana shu savolingizga juda ham bir uzoq javob berishga harakat qilaman. Ya'ni demoqchimanki, qarang, binoda umumiy 4 ta yoki 5 ta tadbirkor bor. Deylik arendada o'tirishi mumkin. Arendada. Xuddi shunday. Arendada o'tirgan holatida bular hammasi alohida topshiradi. Lekin bitta odamniki bo'lsa-chi? Bitta odamniki bo'lgan taqdirda ham alohida topshirilishi kerak. Chunki bitta tadbirkor uchun bitta reklama uchun, subyektiv uchun, ya'ni bitta xizmat ko'rsatish uchun bitta reklama mumkin. Ikkita mumkin emas. Endi mana shu joyda misol uchun 4 ta tadbirkor, 4 xil tadbirkor o'tiribdi va uning 4 talasini brendi bor. Brendi bor va ular o'zi xohlagancha reklamalayapti. Mana shu joyda binoning fasad qismini olaylik. Fasad qismi arxitekturada qanaqadir bir o'zining rangi bor. Binoning jag'asida ega bo'lgan rang bor. O'sha holatlarda bitta o'rtadagi reklama bino tadbirkor kelyapti, o'zini reklamasini peshtabqasini bo'yiga 1 metr qildidagi eniga 5 metr qilib qo'ydi. Binoning o'zi fasad qismi o'zgaryapti. Nargis kelyapti, 80 santimetrga 3 metr qilib qo'ydi. Undan keyingisi kelyapti, qizil qildidagi 1 metr qilib qo'ydi. O'zi binoning fasad qismi o'zgarishi kerak. Bu nostandart birinchidan. Umumiy shu yerdagi tadbirkorlar binoning fasad qismini o'zgartiryapti va o'zi uchun binoning tashqi ko'rinishini, ya'ni o'zining tadbirkorligi uchun binoning shahar dizayn kodini buzyapti. Shaharni umumiy ko'rkiga boshqacha yaxlitlik olib kelyapti. Ya'ni o'zini manfaatini o'ylayapti-da. Agarda hammaniki bir xil standartdagi reklama bo'lganda, siz ham, bu ham, u ham narigi 4 ta tadbirkorning ham reklamasi bir xil darajada ko'rinadi. Endi qarang. Meni fikrim bu. Bino meniki bo'lsa, uni qanaqa dizayn qilish, deylik va uni qanaqa arxitekturasi qanaqa bo'ladi, qanaqa afisha, reklama osish, qanaqadir meni o'zim xohishim bo'lishi yaxshi, to'g'ri emasmi bu? To'g'ri narsa emasmi? Deylik unda qanaqadir men xohladimmi? Deylik o'sha reklama osishga men rozimanmi? Deylik menda kimdir ijaraga olib turibdimi, reklama osyaptimi, men rozimanmi? Mayli, bemalol olsin. Reklama. Deylik bu standartlar boshqa davlatlarda ham bormi? Kinolarda ko'ramiz yoki boshqa davlatlarda borganda ko'rganmiz. Deylik, misol uchun reklamalar juda ham katta, haqiqatan ko'p reklamalar ko'ramiz hamma joyda. Ularda ham shunaqa talablar bormi? Bu standartlarni o'zi butun dunyo bo'yicha belgilangan standartlar bormi yoki bizni o'zimiz davlatimizda belgilandi bu standartlar? Bu standartlar umuman olganda boshqa davlatlarda ham bor va siz aytib o'tgandek boyagi o'zingiz xohishingiz bilan, siz o'zingiz xohishingiz bilan o'zingiz xohlagan rangda qilishingiz mumkin. Uning ham tartibi bor. Ya'ni reklamani qarang. Siz fasad qismiga tegmasligingiz kerak. Fasad qismini ham o'zgartirmoqchimisiz? Demak, binoning fasad qismini o'zgartirish bo'yicha ruxsatnoma olishingiz kerak. Ya'ni reklamaga javob beruvchi bo'lim boshqa, binoni fasad qismiga o'zgartiruvchi bo'lim boshqa-da. Agar peshlavhamning rangi, orqa foni qizil bo'ladi yoki misol uchun Evos olaylik, oddiy butun binosini o'zgartiradi. Sababi ushbu binoni butun qismini o'zgartirishi sababi ushbu brendga asosan. Mana tartibi. Qanday chiroyli ko'rinadi Evos yoki Havas olaylik, xuddi shunaqa qilib o'zgartiryapti. Marhamat deyapti. Lekin mana bunaqa bittaniki bunaqa, bittaniki bunaqa, yo bittasi tog'dan, bittasi bog'dan kelmasin deyapti. Bir xil standartda roziman. Rangini qonuniy, aniq bir o'lchamda qil deyapti. Chiroyli qil deyapti. U uchun variant beradi. Misol siz brendingiz bor, brendingizda futbolkangizga tushirilgan yoniga, keyin choyshapingizga tushirilgan, sochingizga tushirilgan, telefoningizga tushirilgan, har bitta joyga tushirilgan. Lekin u standart bo'yicha qilsa chiroyli ko'rinadi.
endi faraz qiling telefoningizga yoki iPhone misol uchun umumiy brendi o'rtada chiqadi. Pastda chiqsa qanday bo'ladi? Yo'q, endi qarang, o'zi chiroyli degan narsa u hammani o'zini nimasi tanlovi. Ya'niki men uchun chiroyli ko'ringan narsa, deylik, boshqa odam uchun xunukdir. U balkim aniq bitta nima deydi, bir shablon yo'q-ku, mana shu ayni chiroyliga o'tadi yoki mana bu xunukka o'tadi degan narsa yo'q. U reklamaning osganda kimgadir mana shu reklama deylik mijozdan o'ziga jalb qilish, tortish uchun reklamani katta qilgandir, har xil rangli chiroqlar qo'ygandir, deylik tadbirkor o'zi uchunda. Buni endi davlat tarafidan yo'q, bu olib tashlab bo'lmaydiki, bunaqa shakllar qilib davlat tarafidan tadbirkorga yana o'zgartirib majbur qilishi bilmadim qanchalik to'g'ri. Mana shu narsa deylik ko'pchilik tadbirkorlarimizga ma'qul bo'lmadi deb o'ylayman. Shuning uchun endi aytmoqchimanki, bu qachongacha davom etadi? Ya'ni bo'ldimi shunda endi mana shu reklamani to'g'rilamaguncha bu davom etadimi yoki bu qachondir bu o'zgarishi mumkinmi bu qonun? Bu qonun Bu talab endi bu yoqda doimiy ketadi. O'zgarishi mumkin qaysi tomonga? Yana ham kuchaytirish mumkin. Ko'p tadbirkorlar norozi bo'lyapti-yu. Shu noroziliklar inobatga olib buni rad etilishi mumkinmi? Rad etilishi emas, qaysidir jihatdan o'rganilgan holatda optimal yechimni ko'rishi mumkin davlat xodimlari. Bu masalada misol o'zim ham e'tirozlarim bo'lgan, nima sabab bo'lgan? To'lov masalasi. Chunki juda ko'p tadbirkorlarga ayni to'lov masalasi juda ham qiyinchilik olib keladi, lekin meni qarashim bo'yicha, misol uchun ayni shu brend masalasi bo'yicha ishlagan bo'lsak, reklama sohasida ishlagan bo'lsak, reklamani tartibga solish jarayonidagi vaziyatlar qaysidir jihatdan tadbirkorga foydali qismlari juda ko'proq. Chunki siz deylik bitta Yunusobodda tadbirkorsiz, lekin boshqa viloyatdagi, boshqa hududdagi tadbirkorlar sizni tanimaydi xalq, omma, ya'ni sizni mahsulotingizni bilmaydi. Siz faqatgina o'zingiz joyingizga reklama xarajat qilyapsiz. Endilikda hozir bu chegara qo'yildi. Chegara qo'yilishining bittagina sababi siz ushbu chegaradan chiqmagan holatda endi yana o'zingiz mahsulotingizni reklama qilishingiz kerak. Qayerga murojaat qilasiz? LED ekran bor, billboard bor, metrolar bor. O'sha joylarga murojaat qilish orqali o'zingizni reklamangizni bilmagan holatda ko'tarishingiz mumkin. Ya'ni siz aytasiz, tashqi reklama faqat o'zimni binoyimga qo'yilishi kerak deysiz. Yo'q. Tashqi reklama faqatgina bino bilan cheklanib qolmaydi. Balki yangi, misol uchun zo'r ideyalar bormi? Marhamat. Binodan tashqari juda ko'p joylarda bog'lar bor. Istirohat bog'lari bor. Qanaqadir bir joylarga reklamani joyini sotib olib, reklamani bir dahshat darajada o'zini brendini tanitish mumkin bo'lgan qismni yaratib beryapti. U reklamalar ham xususiy kimlarga tegishli-ku, u kim baribir qo'pol qilib aytganda kimnidir cho'ntagi semiradi-da baribir unga ham. Qisman bu joyda qanaqadir bilmadim endi o'sha ataydan kimdir monopoliya qilib shu reklamani o'sha LED siz aytyapsiz, hozir siz gapingizda shu narsa men xayolimga keldi. LED ekranlarga o'sha kimdir xususiy mulki bo'lgan reklama orqali deylik, bu pulli bo'ladi reklama qilish, to'g'rimi? xuddi shunday. Xullas tadbirkorlarni o'ziga olib kelib nima deydi? Majburan reklamaga to'lov qildirishdaqa degan narsa men o'yladim hozir bu gapingizdan keyin. Va endi uzr gapingizni bo'ldim. U reklama tadbirkorlarga foyda bo'ladi. O'sha LED ekranlarda, bog'da, ko'p joylarda oddiy ko'rinishda reklamasi brendi ketadi, qo'yishi mumkin deyapsiz-ku. Ha, deyarli tadbirkorlar katta qismi faqatgina shu binosiga reklama bilan cheklanib qolmagan, shundoq ham. Internetda, Instagramda, televizorda boshqa reklamalar beryapti-yu. Ya'niki unga muhtoj emas demoqchiman. Beryapti, lekin bermoqchi bo'lsa o'sha LED ekran yoki bog'da boshida shundoq ham qo'shimchasiga buni ofisidagi binosidagi reklamasini tegmasdan turib ham bersa bo'ladi-yu. Bu brendni kuchaytirmoqchi bo'lsa. Buni bir-biriga bog'liq joyi yo'q menimcha. Bog'liqlik joyi sifatida, ya'ni demoqchimanki, chegara qo'yilyapti-yu. Chegaradagi endi sifatga harakat qiladi odam. Ya'ni aniq bir standartni sifatli darajaga olib chiqishga harakat qiladi. Men asosiy tamoyil, misol uchun tadbirkor aytishi mumkin, shuncha xarajat qildim. Misol uchun 1 metrli reklama qo'ydim, xarajat qildim men. Endi nima qilaman degan savol qo'yish mumkin. Lekin birinchi etaj uchun 1 metrlik reklama, aynan shu masalalarni aytib o'tganman. 50 sm qo'yilgan birinchi etajda peshlavhasi uchun 50 santimetrgacha mumkin. Undan ziyod o'zi mumkin emas.
bu masalani nima aytib o'tganmiz, ya'ni 50 santimetr bu juda ham kichik chegarada. 170 santimetrgacha bo'lgan chegara juda ham normal chegara deb o'ylayman. Bu borasidagi fikrlaringizni bilmadim, qanday o'ylab topishgan 50 santimetrda to'lov masalalarini. Bu aynan tadbirkorni reklamasini qisman yo'qotishiga olib keladi. Siz aytgandek. Lekin umumiy holatda boshqa bo'g'inlarni ham ko'rib chiqishimiz kerak. Aynan mana shu holatlarda e'tirozda bo'lgan insonlar iloji boricha harakat qilish kerak, ochiq oyni aytishga. Ya'ni buni o'zgartirish uchun. Chunki ular aytayotgan pozitsiyani hech kim ko'rmayapti hozirgi vaqtda deb o'ylayman. Ko'rish uchun birinchi suhbatda esingizda bo'lsa gaplashganimizda qaysidir bitta brendni reklama hujjatini ko'rsatdim Instagramda. Mana bular reklama hujjatini olibdi deganimda, yo'q bular o'sha bu o'tmaydi, yana boshqa olish kerak deb aytdingiz esingizda bo'lsa. xuddi shunday. Shunda bu ham o'zgarib turadimi hujjat? Yana hujjat oldida, yo'q endi bu hujjating bo'lmaydi. Bu yer boshqa hujjat olishing kerak. Endi mana shu Nima sababdan o'zgardi u? Nima sababdan o'zgarishi mumkin ertaga? asosan tom qismi o'zgardi. Binoni tom qismiga qo'yilgan reklamalar hozirgi vaqtda ruxsat berilmay qo'ydi. O'zi umumiy qoida bo'yicha shahar dizayn kodida bu narsa bor edi, lekin ma'lum sabablar bo'lib aniqini to'liq biz ham bilmadik. Balkim u qonun bo'yicha o'zi bor, lekin men o'sha savolni men ham juda ko'p berdim. Qonun bo'yicha bor-ku, nimaga bu narsa bo'yicha berilmayapti? Qonun bo'yicha deganimda aytishdiki, hozircha bu narsalar yechilyapti, lekin bu ishlanma darajasida. Ya'ni aytmoqchimanki, har bir tizim kirib kelishida kamchiligi bo'ladi. Demak, bir gap bilan aytganda, bu tizimni hali o'zi nimalardan iboratda, nima qilish kerak, tayyor emas. Tayyor bo'lmasdan turib, demak, tadbirkorlarga faqat tadbirkorlar jabr ko'ryapti, bir gap bilan aytganda. Qisman shunday desam bo'ladi, lekin bu ishga tayyorgarlik ko'rilmagan, bir gap bilan aytganda. Nima qilish kerak? Ya'ni, xo'p, reklamani olib tashlash kerak bo'lsa, reklamani hujjatni olish uchun aynan mana shu mutaxassislarga murojaat qil yoki aynan mana bu markazga bor deganim aniq bitta yo'nalish ham berilmayapti. Faqat olib tashlayapti tushunishim bo'yicha. To'g'rimi? Xuddi shunday. Lekin bizni kuzatib turgan tadbirkorlarga agar reklama olishda, hujjat tayyorlashda yordam kerak bo'lsa, siz bemalol yordam bera olasiz. Yordam bera olamiz. Bemalol pastda nomerlarni qoldiramiz yoki o'zimizga murojaat qilsanglar, biz patenlash markazimizga, bizning xodimlarimiz Ravshan akaga yo'naltirib beradi. Hujjat olishda yordam beradi. To'g'ri, bular xizmatlari, xizmat haqi sizni tadbirkorni ketadigan ovoragarchiligingiz va asab buzishingizga arziydi usulni baribir. Ya'ni yordam berishadi. Men ovqatlanmoqchi bo'lsam, fast foodga kirmoqchi bo'lsam, men reklamasiga u ahamiyat bermayman. Ya'niki o'sha men har doim yeb yurgan fast foodum bo'lsa, yaxshi tayyorlansa, sifatli bo'lsa, u ko'chaga kichkina reklama osib qo'yibdimi, katta reklama osib qo'yibdimi, lit osib qo'yibdimi. Misol mijoz sifatida menga umuman uni qiziqchiligi yo'q. Ha, lekin o'shani izlashingiz bor, qayerda joylashgan. Ya'ni reklamani ushbu chiroyliligi, ya'ni bitta standartga olib kelinishi, rangi, binoni, misol uchun korzinkani uzoqdan qarasangiz qizil rangdan korzinka deb bilasiz, to'g'rimi? Xo'p. U brendning shakllanishi, to'g'rimi? Brendning shakllanishi to'g'ri reklama bilan shakllangani uchun. Agar no standart bo'lganda u rangini har xil qilib qo'yib tashlash orqali o'zini mijozini yo'qotish bo'ladi. Ha, xuddi shunday korzinka o'xshab bitta brend chizig'iga tushish uchun bozorga bitta imij kerak. Misol uchun korzinka, Rossiyada ham xuddi shunday narsa bor. Hozir ham borsangiz, Rossiyada ham shu reklama tartibi bor. Xuddi shu narsalar bizga kirib kelyapti endi asosan. Ya'ni bozorga brendni olib kirish tartibini qo'yyapti. Bu brendning ichida ushbu reklama bo'limi ham bor. Ya'ni reklamangni tartibli, o'zingni mana unga asosan, brendingga asosan chiroyli qur degan maqsadda. Ya'ni o'zingni biznesingni bir aniq bir nuqtaga olib kelib qur demoqchi. Bu bilan shuncha xarajat qilgandan keyin albatta tadbirkor o'zini misol uchun binosiga hamma narsasiga juda ko'p tadbirkorlarni ko'rganman, binom ichiga $10,000 xarajat qildim deydi. Reklamasiga $100 xarajat qildim. Qarang, reklama deganda faqat tashqi reklamami, binoni ichi hech kim shashlatmaydimi? Demak, men binoyim ichida xohlagan reklamamni osib qo'yishim mumkinmi? Razmerdagi xohlagan reklama. Bunga hech kimni e'tirozi yo'q, to'g'rimi? Davlat tarafidan mumkin. Faqat ko'chadagi reklamalarga. Ko'chadagi reklama. Endi qarang. Deylik, to'yxona misollari, to'yxonalar misolida olaylik. Dedi katta-katta to'yxonalar bor. Deylik, tom qismiga o'sha to'yxona nomini katta qilib yozib qo'yibdi harflarda. U reklamani o'ziga kamida 2000, 3000 balki bundan ko'p ketgandir ba'zilariga. To'g'rimi? Endi ular
olib tashlash kerakmi? Demak, ko'rdik, qaraysiz, olib tashladida. Va u unaqa katta gabarit razmerdagi reklamani o'zi umuman osishga ancha hujjat qilishni imkoni yo'q, to'g'rimi? Chunki siz reklama hujjat standartlari bor deyapsiz. U hech qanaqa hujjat va standartga to'g'ri kelmaydi unaqa katta razmerdagi, to'g'rimi? Endi u reklamani o'zi umuman osishi mumkin emas bundan buyoq, to'g'rimi? Faqat kichkina qanaqadir o'zi standart razmer. xuddi shunday. Ya'ni shahar Bu qanchalik to'g'ri deb bilasiz? Fikringiz qanaqa mana shu holatda? meni fikrim Subyektiv fikringiz. subyektiv fikrimni aytib o'taman. Standartlarni umumiy olganda 50% noto'g'ri deb o'ylayman. Ya'ni 50% davlat manfaatiga o'tib ketgan. Men doim hamma narsani nimadir qonun chiqadimi, qaror chiqadimi yoki kim bilan suhbat qilsam ham manfaat birinchi yuzlanaman. Manfaat qanchalik menga unga foydali. Agar menga o'tib ketsa men asabiylashaman. Ya'ni teng huquqli bo'lish kerak, ya'ni teng tomon bo'lish kerak. Davlatga mayli o'ziga yarasha shu uning reklamasi to'g'risidagi ma'lumotlarni olib borish, ishchi guruh tuzilish, uning uchun qanaqadir darajada oylik chiqishi kerak, u o'shaning orqasidan chiqyapti, mayli u tomonlama. Lekin chegarani ham albatta tadbirkorni fikrini inobatga olgan holatda aniq bir standartlarni to'laqonli bozorda o'rganib chiqqan holatda qo'yilishi kerak deb o'ylayman. Ya'ni Yevropa bozorini, hozirgi Yevropa bozorini emas, bundan bir necha yilgi Yevropa bozorini, ya'ni o'zimiz boshqa davlat bozorini hozirgisini o'rganib chiqyapti. Undan oldingi etap kirib kelishini o'rganmayapti. O'sha kirib kelishiga bir necha yil ketgan ularda. Bizda o'shani shunchaki bir oy ichida bajarib qo'yishmoqchi bo'lyapti. Bir oy yoki bir yil ichida bajarib qo'yishmoqchi bo'lyapti-da. Xuddi shu etapi meni juda ham jahlim chiqargan qismi shu bo'lgan. Ya'ni tadbirkorga ozgincha imkoniyat darajasini, narx darajasini va uni bozorga kirib borish darajasini aniq tushuntira olmagan. Ya'ni demoqchimanki, ma'lumotda hamma narsani reklama bajaradi degan tushuncha bekordan bekorga emas. Misol uchun siz bilan biz ikkimizning suhbatimizda jarayonni ham ikkimizning o'rtamizdagi munosabat, ya'ni to'liq ma'lumot berishimiz. Men misol uchun nima uchun sizga bu ma'lumot beryapman, bundan nima manfaat olaman, o'sha qismigacha to'liq ma'lumot berganimda siz tushunasiz. Ya'ni boya fikringiz misol uchun boshqacha o'ylayotgandir, hozir boshqacha o'ylayapsiz. Mana shu narsani, ya'ni men nimani xohlayapman, o'sha narsani davlat birinchi o'rin xalqqa keltirib berishi kerak. Keltirib berib, aniq fakt bilan keltirib bersa, undan keyin xohlagan bir qonunni bitib olib chiqsin. Men bu narsani qilyapman. Ochiq oydin olib chiqsa, tadbirkor qabul qiladi-da. Hozir tadbirkor juda ko'p misol uchun suhbatlashaman, ayni hujjatlar qilib berish masalasida. Qilib berish masalasi suhbat davomida aytadi, nima uchun bu narsani chiqadi? Aka, bu narsani savolga menga beryapsiz, men ham shu savolni beraman. Nima uchun bu narsani chiqaryapti? Qaysidir tamoyili tadbirkor uchun foydali bo'lsa, lekin hozirgi ayni vaqtda tadbirkor uchun jabr qismi juda ko'proq. Katta qismi jabr. Jabr. Endi standartlar qilinishi to'g'ri. Standartlarning ham bir chegarasini to'g'rilash kerak deb o'ylayman. Ya'ni ishlanma ishida deb o'ylayman, albatta biz ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boradi davlat xodimlari. Buni albatta o'rganib, optimal yechim topishga harakat qiladi deb o'ylayman. Ya'ni tadbirkor uchun aniq bir yechimni qilib bera oladi degan umiddaman-da. Shuning uchun ham men juda ko'p bor davlat xodimlariga aytganman bu masalani. Bu nima bunaqa deb. Ravshan aka, bugungi suhbat uchun sizga katta rahmat. Bizni kuzatib turgan va ko'rgan barcha tadbirkorlarga, kuzatuvchilarga, agar sizga reklama olishda va reklama hujjatini tayyorlashda va ruxsatini olishda yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta bizga murojaat qilinglar. Biz yordam berishga tayyormiz har doim va bizga murojaat qilsanglar, Ravshan akamizga to'g'ri bog'lab beramiz barcha tadbirkorlarni va o'zlari qiziqtirgan barcha savollarga to'liq javob olishadi va qanaqa hujjatlar, tartiblari hammasi bo'yicha yordam beradi. Xudo xohlasa biz qo'limizdan kelgancha yordam berishga tayyormiz va shu o'rinda aytib o'tishim mumkin. Bizni asosiy ishimiz, bizni biladi ko'pchilik tadbirkorlar, brend patentlash va himoya qilishda yordam beramiz. Agar bizga o'z brendini patentlashda murojaat qilgan tadbirkorlarga reklama olishda bo'ladigan xarajatlar bepul. Ya'niki siz o'z brendingizni patentlamoqchisiz, bizga to'lov qildingiz patentlash uchun va shuni ichida bonus sifatida reklama xarajatlarini ham biz to'lab beramiz. Oyma-oy to'lanadigan to'lovlari bunga kirmaydi, bundan mustasno va boshlanish bojlarimi, hujjat ishlari barchasida biz sizga bepulga xizmat ko'rsatamiz Ravshan akam orqali.
Biz shuni Ravshan aka bilan kelishdik va faqatgina menga patent kerak emas, faqat reklama kerak deydigan insonlar bo'ladigan bo'lsa ham, albatta ularga to'g'ridan to'g'ri Ravshan akani o'zini bog'lab beramiz. E'tibori uchun rahmat Ravshan aka, bunga suhbat uchun rahmat. Menimcha ko'pchilik tadbirkorlarga foydali bo'ldi. Yana sizni qiynagan savollar bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga telefon qiling, qo'ng'iroq qiling, to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling.